Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun xudo xolasa sizlar bilan polni futbolgerlar villaga chiqib dam olishi, yo'ldagi qiziq voqealar, xullas, mana shu o'tayotgan vaqtlarga umuman aytilmaydigan darajada qiziqarli kontentlar bo'ladi va mana shu futbolgerlar bilan yaqindan tanishamiz. Demak, biz hozir yig'ilib oldi. Birinchidan mana bu yoqqa e'tibor bermaysizlar, baribir hammasi kofe, choy ishyapti, hammasi normalniy kontrol ostida. Assalomu alaykum Zahirin aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka, sizga birinchi savolim, nechida ko'rishimiz kerak edi biz? 11:30da. Necha bo'ldi soat? Rovna 1 soat, xudo xolasa kech qoldik. Короче, mana shu odamlardan tashqari, yana orada bir ikki sabab bor, odamlar bor. O'shalardan ham tashqari qolganlar kulib qo'ydi, boshqa nima qilamiz? Shu tamom. O'zi ma'lumot uchun aytaman, guruhda 20 kishimiz, lekin undan atiga hozir 5 kishisi kelgan. Aziz akam ozgina jahllari chiqyapti, chunki bizada otaboshi Aziz akalar, organizator Aziz aka yetilgan vaqtga yetib kelmadi aka. Nima deysiz shu uchun bolalarga? Birinchi o'rinda menga nima deysiz? Birinchi o'chirik boshqalarni vaqtini hurmat qilishni o'rganish kerak. Kim bo'lishidan qat'iy. Xudo xolasa keyin sar harakat qilaman aka. Sardor aka, bugun Sardor akam qo'llaridan, ya'ni shu dachada ovqat yeymiz. Ko'rib turinglar, zo'r ovqatlar bo'ladi. Nimaligini aytmaymiz lekin. Bomba. Oxirida yetib berishadi o'zbek. Da. Bomba ovqat yeymiz, xudo xolasa. Kecha menga javshgan savol berdi. Aziz aka, Chef Parvel bu insonni guruhimizga yaqinda qo'shganmiz, lekin 1 yil bo'libdi. Shu yaqinga ham tez chiqishib ketdik. Aka dushevniy takoy, yaxshi insonlar, qalblari toza. Punktualniy polvon bola. Ha, da. Вот. Yaxshi gap. Punktualniy polvon bola. Orada reklamniy pauza, biza burger lounge'damiz. Mana shunaqa joylarda maza qilib o'tirib, steak va burgerlarni Aziz akam qo'llaridan yeb ketishingiz mumkin. Biz bo'lsa qolganlarni kutishda davom etamiz. Do'stlar, mana shaxsga ham yetib keldilar aka. Assalomu alaykum. Xo'p, birinchi beradigan savolim, 11:30 ga yig'ilishimiz kerak edi. Nima sababdan kech qoldingiz? 1 soatdan oshiqroq. Birinchi sababi bozorlik hikoya. Hop. Ha, bozorlik hikoyasiz. Bo'ldi. Hamma narsa olindimi aka? Xudo xolasa. Kech qolish gapirib o'tgan. Hammasi. YouTube baran Ha, aka vlog olamiz-ku. Nima tilaklaringiz bor bugun? Nima bo'ladi? zo'r kontent bo'ladi. Birga ko'rib turasizlar. Da. Qo'llab-quvvatlaymiz. Da. Buni kechikkaningizni hali gaplashamiz. Yana bu mavzuga qaytamiz aka. Hamma shu yerda. Qolganlarni kutishda davom etamiz endi. Do'stlar, mana va nihoyat Elshod akam yetib keldilar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Nimaga kech qoldingiz? Shu sababini hammadan so'rab chiqyapti. Urushda qiz bolani mashinaga chiqarma, kemaga qiz bola chiqarsang kema ana qiladi deydi. Cho'kadi. To'ppa-to'g'ri aka, mana qiz hammasiga aybdor. Sizni deb Elshodga kech qoldilar va Elshod akam deb hamma kech qoldi. Rahmat. Sizga rahmat. Sizga rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Xo'p, ketdim Elshodga. Somsa bo'ladimi, yo'qmi yo'qda? Xullas tushuntirib, bu YouTube ga vlog bo'lyapti. Fonli borish kelish hammasi. Короче, bu videoni oxirigacha ko'rmanglar. Ko'rsanglar hayotingizdan zerikib qolasizlar. Somsa qilmayman dingda. Oldin aytib qo'yaman. Sardor akamdan ovqat yeymiz-da faqat. Bugun faqat Chef Sardordan bomba. Do'stlar, mana biz bozorlik qilish boshladik. Meva-cheva, supu, короче. Bunga mas'ul shaxs Sardor aka bo'ldilar. Fonli. Shaxsdagi ham kassirlar-ku. Siz anaqa. Bozorchi aka, короче. Hozir baribir to'liq yig'ilmadik, shunda ham soat 1:30 bo'ldi. Lekin hozir tezroq yig'ilib chiqib ketamiz, xudo xolasa. Pomidor oldim. Do'stlar, bozorliklar qilindi, hamma narsa bo'ldi. Endi juri jalg'ab olish uchun biz Qamishga kirib, shunday bitta burger yeb olmoqchimiz. Qamishda mana bu yoqda mana shunaqa burgerlar bor ekan, 22 minglik va 44 minglik. Biz mana sekin boshlayapmiz, xudo xolasa. Yoqimli ishtaha aka, olinglar. Aziz akam yoqar ekan bu joy, men endi yeb ko'raman lekin. Muhammad akam bilmayman aka. Lekin issig'i deyish kerak. Xo'p, Aziz aka, rahmat. Do'stlar, biz o'sha yo'lga chiqdik. Mana ketyapmiz. Bu yoqda Muhammad aka, Elshod aka va men. Nargi mashinada bo'lsa, ovqatchilar jamoasi hamda Aziz aka va Sardor aka. Narsalar orada chiqyapti. Anaqa atmosfera zo'r. Oynachani ochib qo'ydik. Xudo xolasa, taxminan 40 minutlik yo'l qoldi.
Mana do'stlar, biza assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Orada benzin quyib yetib keldim orqaga. Yaxshimi? Mana shunaqa vidga bir chiroyli qilib to'xtadik biza. Vay. Mana vid o'rtoqlar. Do'stlar, men bu vidga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Vau! Aka qochib tura olasizmi shundoq? Shundoq qochib turing. Video ko'rsatib yuboringizlar, qochib turing. Do'stlar, mana biz yetib keldik. Mana shu Gulkam Resort. Bizlarni dam oladigan joy. Aka atmosferani dopti. Asadbek. Xudo xolasa, menga ham suv berib qo'yishgan, hamma yuk bilan chiqib ketyapti, lekin bitta 5 bor atmosferaga. Joylashuv qaranglar. Akalar, nima gap? Yoqyaptimi? Lekin do'stlar, tabiat alohida bir gap yo'q. Tak, do'stlar, mana dachaning obzorini ko'rdinglar, juda ham chiroyli, juda ham shinam joy ekan. Biza full bo'ldik, xudo xolasa hamma yetib keldi. Endi bo'lsa, kechki ovqatga taraddud ko'rish arafasidamiz. Xizmatda Aziz akam o'zlari, chunki kasblari shunga yaqin. Davay, chiqing. Chiqing. Reklama chiqing aka. Ko'zni qarang, ish ketgan. Catering guruh jamoasi, xudo xolasa organizatorimiz. Hozir mana mana shu tarelkali fruktovoy asad qilib beraman. Tayyor bo'lganda Sirojiddin bitta abzor ketadi. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Zaxirnagan chetdalar, oshxonaga yo'l olamiz. Oshxonada har doimgidek Aziz akam hamma jarayonni qo'lga olibdilar. Aziz aka, bizada qanaqa ozgina muammo yuzaga keldi? Biza shashligimizni ichkarida pishiramiz. Ob-havo. Muammoning eng kattasi hammani qo'yib ikki odamga ishni buyurib qo'yadi. Kampiyotda. Mana men aytosizmi shunda? Sani ham aytolman. Keldim aka yordamga. Ovqat pishgandan keyin Yemanglar, ovqat bo'ldi. Aziz vatan. ura bizaga qoldi. Ko'rsatib olsam bo'ladimi? Qani. Bismillah. Parlament ketib qoldi. Ovqat tortib aytaman. Parlament ketib qoldi, hozir 1 minut. Arton. Zora ko'rsataman mana. 2x da ko'rsataman. Voy, 2x ham qirib qo'yibdi mana. Ovqat torti nima aka? Bu shashlisiz shashli yoxud ko'mirsiz shashli. To'g'ri. Sirojiddin kabob Men bu vaziyatga oydinlik kiritib to'liq ma'lumot beraman. Ya'ni bizga qo'ra berishdi kopda, lekin tashqarida yomg'ir yog'ganligi sababli biz uni pechda pishirishga qaror qildik. Xudo xolasa, ya bizni jamoa, ya'ni shunaqa. Do'stga bilan pichoq bor. Biz xudo xolasa endi uzun qilishga harakat qilamiz. Qorin juda ham ochdi. Oshxonadan приятный hidlar o'zi kelyapti. Qaranglar, ovqatlanadigan joylari ham juda ham ajoyib ekan. Gap yo'q lekin. Mana, vau. Aziz aka, xormay. Baribir men sizga yordamlashganim bilinib buyoqda. Ko'z tegmasin, juda ham chiroyli chiqdi aka. Lekin siz baribir asosiy roldasiz. Juda ham ishtahochar. Bu yerda nimalar bor? Mana go'sht, bu yoqda kotletik, Hammasi shashli. По-деревенски bo'ladi. Деревенский. Da. Bu qiyma shashli, bu tovuq shashli, bu jas shashli. Amalladir. Siz bu yoqqa keling. Mevani ko'rsatamiz sizga. Yurib. Do'stlar, mana meva sarti. Borida qilganlar-da, to'g'rimi? Agar o'zingiz bozorlik qilsangiz, boshqacha narsa chiqadi. Da, lekin shunda ham takoy. Solchi, men eplolmayman bu narsani. Qo'lingizlar ko'rasiz aka, chotki. Mana endi
shiringina ujin kutyapti. Hamma oshxonada mana. Yordam bermasa ham kirib olganlar bor bu yoqda. Ketdi. Do'stlar, hamma narsa tayyor. Endi bularni sekin yeb ortsak bo'ldi, xudo xolasa. Faqat yeyish qolyapti. Hammaga yoqimli ishtaha akalar, bosinglar. Avtorskiy prava kimdir qo'ygan. Lekin qarangda Abduloriyamni emotsiya boshqacha bo'lib qoldi. Sarg'izmagan chiqaylik keyingisiga bo'ldi. Okay, men Doniyor akada qolaman. Endi bu qismi. Do'stlar, bizda mafiya o'yin ketyapti. Agar men chiqib ketsam, Doniyor aka bo'ladi. Bo'ldi, to'q qismi. Ishda mafiya ko'zini ochsa, bitta odam. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Kecha nima bo'lsa bo'ldi, video ololmadim. Chunki biz o'zimiz uchun yashadik, bez video, bez nichivo. Endi завтрак qilishga tushdik. Bizda hozir obzor bo'ladi, обязательно. Так, bu yoqda qanaqadir menimcha anaqa овсянка kasha, овсяный deydi, mana shunaqa. Здесь sausages and grilled, yes, fried wings, yes. Anaqa gulcha. Bu yoqda bo'lsa say. To'g'rimi aka? Bo'ldi aka. Rice. Makaronik bu yoqda bo'lsa men yaxshi ko'rgan kolbaskilar. Bu yoqda bo'lsa blinchik, tuxum. Короче, hamma narsa bor ekan, do'stlar. Hamma narsa bor ekan. Gap qilish mumkin emas. Bo'lsa o'tiradigan joylari. Yaxshi. Bizga bo'lsa yoqimli ishtaha. Ijodni biz boshladik. Do'stlar, bizda obed time. Mana shunaqa ovqat resort zonani chef povurlari tomonidan yashotgan hadis ovqatga. Ovqat shunchaki sayravotdi. Bismillah. Qo'y go'shti Ovqatchiligini hamma bilib qoldi. Yo, mashta yog'i chegarada o'tgan yog'i solib ko'rsatolmayman sizlarga, lekin ovqatni va mana bu pomidor va bodringlarni hamda Aziz akami bemalol ko'rsatdi. Qo'y go'shtimi? Voy, sensatsiya. Oling, Aziz aka qani? Men alohida tushadingmi buni? Qani go'sht yumshoqmi? Bitta bo'linchi aka. Mani ko'rsam gapga. Xullas do'stlar, bizada obed time, bizaga yoqimli ishtaha. Sizlarga yoqimli ko'rish videoni bemalol. Yashotga oling. Mana o'tiring. Olimlar yeverdi. Shu bilan bizani bir kunlik sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tohir aka, qanaqa taassurotlar? Sharoit, servis ham zo'r ekan. Hamma narsa zo'r. Maza qilib o'zimiz uyda uxlagandek uxladik, shundan ham zo'rroq bo'ldi. Zo'r. Aka, qalay taassurotlaringiz? Aytgancha keyin kelib qo'shildilar Doniyor Nur aka. Menimcha ko'pchilik ko'rgan o'sha osh desa xayol keladigan birinchi bo'lib insonlardan bittalari o'zlarining choyxonalari bor. Reklamani bemalol tiqib ketaverasiz aka. YouTube'ga proyektimiz vlog olamiz. Bir kunlik davomida polni hamma narsa olindi. Siz tanishtirmadim. Xo'p, endi taassurotlaringizni ayting. Tanishtirmay, Men tanishtirib bo'ldimmi o'zi? keldik, maza qilib dam oldik, servis, oshpazlar, juda qo'l ishlangan, mashaq degan hamma oshpazlar tan berib ochdi, maza qilib o'tirdik. Servis, ob-havo, sharoitlarni yaxshi qo'yishgan, ham maza. Keyingi yig'ishlarimiz xudo xolasa chet elda bo'lishini tilab qolamiz va shunga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Hamma juda ketishga tayyorgarlik, so'mkalar mana. Xudo xolasa keyingi bu o'sha yig'inda yig'olmay hozir. Shu ana bozorlikdan qolgan. Keyingi videolarni, vloglarni chet elda olish xudo xolasa nasib qilsa, sizlarga o'rtoqlar ko'rganingiz uchun rahmat. Ketgacha yetib keldinglar, endi bitta like bilan shuna kanalimga podpisatsiya tashlab qo'ysanglar, do'stlar, juda ham xursand bo'lardim. Yordam qilgan bo'lardinglar, menga motivatsiya bergan bo'lardinglar. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat aytib qolaman oldindan. Siz bosmadingiz, like bosib qo'ying. Mana. Men sen bosmadim. Ana siz ham bosmadingiz. Imенно siz bosing, bosing. Lekin maza qildigan tushi oila bilan, do'stlar bilan chiqib dam olib ketadigan joy Gulkam Resort. Mana sizlarga tavsiya qilaman bu joyni. Tak.
Lokatsiya kerak bo'lsa kommentariyaga lokatsiya deb yozinglar. Men sizlarga silka tashlayman. Telegram kanalimda lokatsiyani olsanglar bo'ladi. Manzilni to'g'risi o'zim ham yaxshi bilmayman. Sizlarga kattakon rahmat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.